o'qituvchilar uchun 3 ta darslarda juda ham kerak bo'ladigan bepul saytlar. Birinchisi bu Canva. Taqdimotlaringiz, ya'ni prezentatsiyalaringizni o'ziga xos qilib tayyorlab beradi va qisqa muddatda juda ham chiroyli did bilan tayyorlashga yordam beradi. Ikkinchisi esa Kahoot. Bolalarni o'yin orqali, testlar orqali savollarga o'zlari javob berib, ballarni o'zlari ko'rib, birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinni kim olganini hattoki o'zlari yaqqol ko'rishga yordam beradigan dastur. Uchinchisi esa Wordwall. Oson interaktiv usullar yordamida o'yinli darslarni tashkil qilishga yordam beradigan dasturlar. Bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, uni saqlab qo'yishni unutmang va ustozlar uchun shu kabi axborotlar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, unda menga obuna bo'lib qo'ying.